Siz haliyam blinchikka 8 ta tuxum qo'shib tayyorlab yuribsizmi? Men sizga bitta dona ham tuxum qo'shmasdan shunaqa teshikchalar ko'p bo'lib chiqadigan blinchik retseptini beraman. Assalomu alaykum. Va blinchikdan shunaqa zo'r desert tayyorlashni ham o'rgatib qo'yaman. Ishimizni qaynoq sut, o'simlik yog'i, shakar, ichimlik sodasini yaxshilab aralashtirib olishdan boshlaymiz. Ketidan yalangan unni qo'shib, xuddi shunaqa suyuqlikdagi massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. Ustini yopib 20 minutga bir chetga olib qo'yamiz. Blinchikning yana bitta sekreti, har bittasini qizib turgan tovada pishirib olish kerak. O'rta olovda birma-bir pishirishni boshlaymiz. Atroflari qizarganda o'girib olamiz. Men sizga yozib qoldirgan masalliqdan 25 ta dona blinchik chiqadi. Xolodilnikimizda Svetlogoriyning morojnilari borda, hozir shundan desert tayyorlab ko'rsataman. Men desert uchun belgiyskiy morojnisini tanladim. Morojnini bir nechta bo'laklarga kesib tayyorlab olamiz. Endi blinchik ustiga 4 to'g'ri shokolad pastasi, 1 qoshiq surtib olib, yana bitta blinchik bilan yopib olamiz. Uni ustiga esa morojnilarni qo'yib, xuddi shunaqa uchburchak shaklda tugib olamiz va orqasini o'girib, shokolad pastasini quyib chiqamiz. Ustini xohishingizga ko'ra bezatib olsangiz bo'ladi. Issiqqina blinchik bilan muzdagina morojni shunaqa zo'r ketar ekan. Buni mazasini albatta tatib ko'rishingiz kerak. Tayyorlab ko'ring. Yoqimli ishtaha.